Salom, salom, assalomu alaykum. Xayrli kech hammaga. Musofir yurtni plyus va minuslari haqida. Plyuslari mayli ishlaysiz, pul to'playsiz, ehtiyojlaringizni qondirasiz. Minuslari esa juda ko'p. Kuni bilan ishlagandan keyin charchab uyga yugurib kelgin keladi. Ham kelgin keladi, ham kelgin kelmaydi. Chunki seni uyda kutib oladigan bolalaring yo'q. Ota-onang yo'q. To'rt devor va sen. Xuddi meni holatimda turmush o'rtog'im. Ammo lekin qanday edi? Hamma o'z yurtiga ishlasa, farzandlari quchog'ida bo'lsa, shunaqa.